Bugungi mashg'ulotimizda obyektdan olib kelingan 10 beton kubiklarni laboratoriya sharoitida siqilishga bo'lgan mustahkamligini aniqlaymiz. Bu ya'ni bizga siqilishga bo'lgan mustahkamlik bizga markani beradi. Bu laboratoriya sinovini boshlashimizga bizga kerak bo'ladigan laboratoriya jihozlar shtang, sirkul, tarozi va gidravlik prizlar kerak bo'ladi. Bu sinovni amalga oshirish uchun birinchi qiladigan ishimiz buni beton kubikning har birini massasini aniqlab olamiz. Massasini aniqlab olganimizdan so'ng buni shtang sirkul yordamida har tomonlarni o'lchab olamiz. Va sinov ishlari uchun o'zimiz sinov kartasiga to'ldirib boramiz. Bunga loyihaviy sinov beton sinfi yoziladi, namuna olingan sana yoziladi, beton yoshi sutkasi 7 kunlik va 28 kunlik sinalayotgan yoziladi va namuna og'irligi va tomonlarning geometrik o'lchamlari yoziladi va oxirgi buzuvchi kuchning kilonewton yoziladi. Obyektdan olib kelingan 350 markali beton kubigimiz siqilishga bo'lgan mustahkamligi laboratoriya sharoitida aniqlandi va to'liq 100% natijaga erishdi. 350 markani tashkil qildi va sinovimiz o'z yakuniga yetdi.